Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov bir kunlarni talabalarga bag'ishladilar deb ishonch bilan ayta olamiz. Dastlab Toshkent shahar bosh imom xatibi Ko'kaldosh madrasasiga tashrif buyurib, u yerda ayni paytda tahsil olayotgan talabalar bilan uchrashdilar. Albatta, ahli ilm bilan suhbatning o'zi ham bir dars, hayotiy katta saboqdir. Keling jarayonlarni birgalikda kuzatib boramiz. Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domlamizda taklif qilganmiz. Qolaversa, bu yil hammamiz guvoh bo'ldik. Yurtimizda aynan prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan diniy soha xodimlariga alohida e'tibor qaratib, ular yurtimizda Imom Buxoriy nomidagi orderni tashkil qildilar. Diniy sohada ko'zga ko'ringan namoyandalarimiz mazkur order bilan taqdirlandilar. Xususan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliq Nazar hazratlari va Abduqahhor domlamiz ham mazkur order bilan taqdirlandilar. Avvalambor mana shu order sizga muborak bo'lsin, ustoz. Va kelgusidagi faoliyatingiz, diniy sohadagi faoliyatingiz uchun, yana ham samarali faoliyatingiz uchun bir vasila bo'lsin. Alloh taolo davomiy qilsin. Alloh subhanahu va taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, albatta unga din ilmlarini, fiqh ilmini tushunadigan qilib qo'yishi bu Alloh taoloning tanlovi. Buni janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga hadis muboraklarda Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadisda aytganlar. Bugun niyatlar agar pokiza bo'lsa, haqiqatda xalqqa, elga olayotgan ilmni keng yoyaman degan niyat bo'lsa, Alloh taolo sizning yo'lingizni ochadi, yuzingizni yorug' qiladi inshaalloh. Biz bunga ishonch bilan ayta olamiz. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة Talabalar bilan uchrashuvning navbatdagi bosqichi Shayx Zayniddin jome masjidida davom etdi. Shahrimizning turli xil masjidlariga taqsimlangan bo'lajak imom noiblar, ya'ni bitiruvchi talabalarimiz shahrimiz bosh imom xatiblaridan juda katta saboqlarni oldilar. Chunki Toshkent shahar bosh imom xatibi bitiruvchi talabalarga imomlikning sharafli kasb ekanligi va shu bilan birga uning mas'uliyatlari haqida tushuntirib o'tdilar. Bir yangi hayot ostonasiga qadam qo'yishinglar, o'zingizlarni bir yaxshi mutaxassis bo'lib yetishtinglarda, endi tajriba maydoniga, amaliyotga kirayotganinglar bilan muborakbod etaman. Mehribon Robbimiz Alloh ko'p o'tganlarimizni xotirladik. Barchalarni rahmat, mag'firat qilgin. Oxiratlarni obod, dohili jannat aylansin. Uchrashuv so'ngida talabalarga hadiyalar taqdim etildi. Katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarimizga zarur tavsiyalar berilib, duolar qilindi. Ha, bugun mana shunday ilm va irfonga yo'g'rilgan samarali kun bo'ldi deb ayta olamiz. Alloh taolo yoshlarimizning ilmlarini ziyoda qilsin.
barchalarimizni xayrli ishlarda bardavom qilsin. Xayr, omon bo'ling.